5 daqiqada ajinlardan xalos bo'lishni xohlaysizmi? Agar siz ham bularni qo'llasangiz, natijasidan hayron qolasiz. Optimus spenkalarida yuzimizni tozalab olamiz va ko'z atrofi kremini ishlatamiz. E'tibor beringlar, ko'z atrofi kremi 5 daqiqada ko'zim atrofidagi ajinlarni yoyib berdi. Hozir sizlarga oldin va keyingi rasmlarni ham joylashtirib qo'yaman. Naborda penkasi, ko'z atrofi kremi, zardobi va kremi, quyoshga qarshi SPFlari joylashgan. Tarkibida betain va glisserin bo'lgani uchun teringizni chuqur namlab beradi. Chunki ajinlar namlanmagandan, qurib ketgan teridan boshlanadi. Bu kremlar tarkibida gialuron kislota bo'lgani uchun teringizni namlab, chaqaloqnikidek sveji qilib beradi. Teringizni yorqinlashtirib, silliqlashishiga yordam beradi. Hamma kremlarni tepaga qarab to'g'ri surganimizdan keyin 5 daqiqa kutib turamiz va rezultatidan o'zingiz ham hayron qolasiz. Ko'z atrofini ko'tarib, ajinlarini tortib berar ekan. Hozir do'pposli rasm qo'yaman. Rostdan ham natijasi hayratlanarli darajada. Sizlar ham sezdinglarmi? Krem so'zini yozib qoldiring, saytdan qanaqa arzon olishni o'zim o'rgataman.